Yo'qsi zo'rni so'rayotganlar uchun olamiz sotamiz kanalimizga keldi. Shunaqasi mashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan, narxi $20.500. Mashinaga ancha xarajat qilingan. Video davomida oxirigacha ko'rsanglar aytib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Faralari bron plyonka qilingan, 20 razmerli diska, BMW diska qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham sveji, bitta mana shu joyida kraskasi bor, qolgan joylari toza, parok qo'yilgan. Tonirovka qilingan, razresheniyalari ham bor. Mashina полностью shumizolyatsiya qilingan. Akropovich glishiterlar ham qo'yilgan. Olib maza qilib haydaysiz. Haydash uchun tayyor mashina. Salon ko'rinishlari, mashinani probegi tak 88.000 kilometr yurgan. Malibu rul barxitlari bilan ko'rishingiz mumkin, zo'r. Yaxshi chexolli qo'yilgan, lyuk, panorama. Olib maza qilib haydaysiz. Shumizolyatsiya bo'lgan mashinaning eshiklari ham полностью xolodilnikiga o'xshab yopiladi. Mana mamtlarigacha tikan qilingan. Xarajat qilmaysiz, hamma xarajatlari qilib qo'yilgan. Yaqinda hadovoylariga ham $3000 xarajat qilingan. Mashina olib haydashingiz uchun tayyor. Bu mashinamizni olamiz sotamiz kanalining klientlari uchun $20.500 qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.